Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan kislota ishqor muvozanati darslarini boshlaymiz. Bu darslar o'ziga bir necha videolarni qamrab oladi. Ulardan buffer sistema nima, pH, atsidoz, alkaloz, ya'ni metabolik, respirator atsidoz, alkalozlar hamda anion gap, rotatorlari hamda har xil infuziyalar, masalan, ringer yoki ringer laktat yoki reasarbilak natriy xlori organizmga quyganimizda, organizmda kislota ishqor muvozanati qanday o'zgarishi haqida gaplashib chiqamiz. Birinchi mavzuyimiz bu buffer sistema. Ya'ni buffer sistema o'zi nima? Buffer sistemani qoida qilib tushuntiradigan bo'lsak, bu kuchsiz kislota va uning konyugat asosidan iborat bo'lgan tashqi muhitga kislota yoki ishqor qo'shilganda pH o'zgarishini minimal darajada ushlab turuvchi kimyoviy tizim. Ya'ni buni odatiy tildagi qilib gapiradigan bo'lsak, organizmga tashqaridan yoki ichki muhitdagi o'zgarishlar natijasida pH ni, ya'ni kislota ishqor muvozanati degan ma'noda aytyapmiz bu yerda, pH ni u yoqqa, ya'ni kislotali tarafga, kislota yoki bu yoqqa ishqoriy tarafga siljituvchi tashqi omillardan himoya qilib turuvchi sistema. Ya'ni pH ni mana shu joyda ushlab turishga harakat qiladi. Bu tarafga tortib ketishini kislota tortishidan saqlab turadi. Bu tarafda ishqor tortishidan bu buffer saqlab turadi. Ya'ni buffer bu umumiy pH ni himoya qiluvchi ma'lum bir sistema. Ya'ni bu sistema o'ziga nimalarni olishi mumkin deyishimizdan avval uni bitta misol tariqasida ko'rib ketsak bo'ladi. Bikarbonat buffer, ya'ni bikarbonat pH ni ushlab turuvchi buffer sistemalarning bir qismiga kiradi. Mana bu joyda ko'rishingiz mumkin, vodorod gidrokarbonat yoki buni bikarbonat ham deb atashadi. Hamda bu natijasida hosil bo'lgan karbonat kislota hamda karbonat angidrid va suv. Bu oddiy reaksiya emas. Ya'ni tashqaridan yoki organizmda qanaqadir ta'sirlar natijasida ro'y beradigan vodorodni ortib ketishi. Vodorod bu yerda kislotali muhitni beryapti. Ya'ni vodorod qayerda ko'tarildi degani kislotali muhit ortyapti degani. Vodorod ko'tarilsa, kislotali muhit ortsa, pHimiz pasayadi. Bu haqida quyida keyinchalik yana gaplashib chiqamiz. Vodorod qancha organizmda yoki mana bu qon sistemasida, umumiy sistemada qancha vodorod miqdori oshadigan bo'lsa, bu bizda kislotali muhit ortyapti degani. Agar kislotali muhit ortadigan bo'lsa, bu kislotani kimdir neytrallab turish kerak. Ya'ni orqaga qaytarib turish kerak. O'sha neytrallovchi omil bu buffer sistema hisoblanadi. Buffer sistemadan bitta yorqin misol gidrokarbonat eng muhim buffer sistemalardan bittasi. Gidrokarbonat yoki biz buni bikarbonat deb kitoblarda o'qiymiz. Bikarbonat vodorodni, bu yerda ko'rib turibsiz, vodorodni o'ziga biriktirib oladi. Chunki vodorod kation bo'lsa, ya'ni musbat zaryadli bo'lsa, gidrokarbonat yoki bikarbonat manfiy zaryadli. Odatda bilamiz, manfiy va musbat zaryadli mana bunaqa strukturalar kimyoni ko'pchilik bilmasligi mumkin. Shuning uchun bularni kation, anion sifatida gapirmayapman. Musbat zaryadli yoki manfiy zaryadli struktura yoki ion deb ketishi mumkin. Bu yerda ion mana bu. Kation ham mana shu. Mana bu joydagi anion mana bu. Ya'ni anion manfiy zaryadli birikma. Manfiy zaryadli, ya'ni bu turg'un emas. Turg'un emas degani bikarbonat degan struktura bu yoqda modda sifatida qaralmaydi. Ya'ni siz bitta idishchaga bikarbonat degan moddani quya olmaysiz. Chunki bu alohida kation. Mana bu vodorod alohida anion. Bu vodorod alohida kation. Ikkalasi birlashsagina bir butun moddani hosil qiladi. Ikkalasi alohida moddani hosil qilmaydi. Xuddiki siz tasavvur qiling, bitta idishchaga suv to'ldirdingizda va uni ichiga tuz soldingiz tashqaridan. Tuz soldingiz. Tuz solganingizda haligini idishchaning ichida tuz kristal holatda qolmaydi. Uni ichidagi tuz erib ketadi va natriy va xlor ionlarga ajralib ketadi. Aslida tuz bizda bu yoqda o'sha kristal holatdagi ko'rinishdagi natriy xlor endi suvda eriganda ion ko'rinishga o'tib qoladi va natriy plus xlor minus zaryadli holatga o'tib qoladi va bular ionlar hisoblanadi. Mana bu natriyni biz musbat zaryadli plus bo'lgani uchun kation, xlorni esa anion sifatida qaraymiz.
Shuning uchun yuqoridagi mana bu vodorodni ham alohida modda sifatida qaramang, buni kation, anion sifatida qarang. Qachonki bu ikkovi birlashsa, karbonat kislotani hosil qiladi. Bu alohida kislota, kuchsiz beqaror kislota sifatida qaraladi. Beqaror nima degani? Mana kuchsiz kislota beqaror holatda turibdi. Bu ya'ni turg'un holatda turmaydi. Ya'ni masalan karbonat kislotani bitta idishga faraz qiling, buni suyuqlik deb tasavvur qilsak, karbonat kislotani quyib qo'ydingiz. Mana H2SO3. Buni quyib qo'ysangiz, bu bir pasda karbonat angidrid va suvga parchalanib ketib qoladi. Nimagaki bu beqaror modda. Endi biz buni reaksiyasini o'ng tarafga, ya'ni o'ng tarafga degan bu tarafni nazarda tutamiz yoki chap tarafga siljitishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun bizga har xil fermentlar yoki ma'lum bir moddalar kerak bo'ladi. Endi bu yerda biz gidrokarbonat hosil qilib, qarang, vodorod kislotali muhit edi. Unga gidrokarbonat qo'shdik. Ya'ni organizmimiz qo'shdi va gidrokarbonat qo'shish orqali karbonat kislotani hosil qildi. Karbonat kislotani esa karbonat angidrid va suvga parchalab yubordi. Organizmimizda suv shunchaki modda, oddiy modda yoki siydik yordamida chiqarib olishi yoki qonni umumiy sig'imini hosil qilishi mumkin. Karbonat angidrid esa nafas orqali tashqariga chiqarib yuborilishi mumkin bo'ladi. Shu orqali biz mana bu vodorodni, ya'ni kislotali muhitni ma'lum bir bufer yordamida boshqa holatga o'tkazib turibmiz. Endi bu mana shu reaksiya ma'lum bir kislotali muhitni pH-ini ishqoriy tarafga qisman bo'lsa-da siljitib turibdi. Shuning uchun bu narsani biz gidrokarbonatni yoki bikarbonatni bufer sistema deb qaraymiz. Ya'ni bufer bu himoya qilyapti, kislotadan organizmni himoya qilyapti. Lekin shu joyda muhim fakt bor. Buferlar pHni darhol stabil qiladi, lekin sababni yo'q qilmaydi. Shu joy muhim narsa, ya'ni sababni yo'q qilish uchun bizga yuqorida aytganimizdek o'pka va buyrak kerak bo'ladi. Misol uchun, gidrokarbonat yoki bikarbonat organizmda ma'lum bir miqdorda bor. Endi u miqdorda bor, tashqaridan vodorod, tashqaridan emas, umuman organizmimizda vodorod ko'payib ketdi. Vodorod kislotali muhitni oshirib yubordi. Gidrokarbonat hammasini ma'lum bir vaqtda himoya qilib turadi xolos. Ya'ni ma'lum bir vaqt himoya qilib turadi o'zini miqdoricha. Misol uchun 10 ta bikarbonat bo'lsa, bu tarafda 20 ta vodorod bo'lsa, hammasiga to'g'ri kelavermaydi. Chunki 10 tasini qoplab olgandan keyin 10 tasi ortib qoldi, baribir kislotali muhit ortib ketyapti. Bu narsani kim yo'qotib, kim yaxshi holatga keltirib beradi desak, bizda o'pka va buyrak bor. Ya'ni respiratsiya, nafas orqali karbonat angidridni yuqorida aytdik, tashqariga chiqarib yubordik. Endi vodorodni ham shundoqligicha siydik bilan chiqarib yuborishimiz yoki mana bu gidrokarbonatni siydikdan chiqarib yuborilayotgan gidrokarbonatni qayta so'rib olish, reabsorpsiya qilib olish yoki kislotali muhit emas, ishqoriy muhit kuchayib ketadigan bo'lsa, mana bu bikarbonatni siydik orqali tashqariga chiqarib yuborib, buyrak orqali umumiy kislota ishqor muvozanatini nazorat qilib tursak bo'ladi. Demak, kislota ishqor muvozanatini bizda asosan o'pka va buyrak nazorat qilib turar ekan. Demak, bu yerda umumiy qoida qilib olsak bo'ladi. Mana bu joydan bu bufer tizim kuchsiz kislota va uning konyugat asosidan iborat bo'lgan. Kuchsiz kislota va konyugat asosi bu yerda vodorod va bikarbonatni nazarda tutyapti. Tashqi muhitga deganda hujayraning tashqarisida nazarda tutyapti. Qonni misol olsak bo'ladi. Tashqi muhitga kislota yoki ishqor qo'shilganda pH o'zgarishini minimal darajada ushlab turuvchi kimyoviy tizim. Ya'ni bu himoya qilib turuvchi pHni saqlab turishga qaratilgan umumiy tizim. Bu faqatgina ushlab turadi xolos va ma'lum bir vaqt ushlab turadi xolos. Uzoq vaqt stabil qila olmaydi va bu sababni yo'qotmaydi. Sababni faqat o'pka yoki buyrak nazorat qilib turishi mumkin xolos bu yerda. Endi bizda buferlar faqatgina bu bikarbonat yoki boshqa moddalar emas, asosan buferlarga bikarbonat, gemoglobin, fosfat va oqsillar misol bo'la oladi. Oqsillar ham o'ziga biriktirish qobiliyatiga ega. Vodorodni shuni hisobiga organizmda ma'lum bir strukturaga ega bo'lgan buferni hosil qila oladi. Bikarbonat qonda asosiy joyi va eng muhim bo'lgan bizdagi bufer hisoblanadi. Gemoglobin eng kuchligi va bu eritrotsitlarda, buni quyida alohida yana ko'ramiz. Eritrotsitlar tarkibidagi
muhim bufer hisoblanadi. Gemoglobin o'ziga vodorodni kuchli biriktirib olish qobiliyatiga ega. Fosfatlar buyrak yoki hujayrada o'rta darajada proteinlar va qon va hujayrada buferlik vazifasini bajarib beradi. Fosfatni ham buyrak mavzusini hozir pastroqda quyida yana o'tamiz. Chuqurroq o'sha o'tganimizda fosfatlar o'ziga biriktirib olish qobiliyatiga egaligini ko'rasiz. Misol uchun biz H3PO4 degan kislotani bilamiz. Bu fosfat kislota. Fosfat kislota 3 ta vodorodni biriktirish qobiliyatiga ega ekan qoldig'i. Fosfat kislotani H2PO4 degan mana bunaqa anion sifatida qoldig'i ham bor. Bu o'ziga bitta vodorodni biriktirish qobiliyatiga ega. Demak, mana bu H2PO4 yoki HPO4 holatdagi versiyalar bo'ladigan bo'lsa, bular o'ziga vodorodni biriktirib olish qobiliyatiga ega bo'ladi. Bizda asosan mana bu digidrofosfat holatdagi anion asosiy rolni o'ynaydi bufer sistemada. Bufer sistemani umumiy ma'nosini tushundingiz degan umiddaman. Qondagi asosiy bufer tizimlar qaysilar? Hozir yuqorida aytdik, bikarbonat qondagi asosiy bufer tizim hisoblanadi va vodorodni mahkam bog'lab borib, karbonat angidrid orqali chiqarib yuborilishini ta'minlovchi bir sistema hisoblanadi. Va bu karbonat angidrid chiqarib yuborishda qatnashar ekan-ku degan savol tug'iladi. Sababni bartaraf qilyapti. Yo'q, sababni bartaraf qilish uchun bizga o'pka kerak bo'lyapti. O'pka kerak bo'lyapti. Shuning uchun bu sababni bartaraf qiladi emas, bu bufer sifatida qarayapti. O'pka biz sababni bartaraf etuvchi asosiy faktor sifatida qaraymiz. Gemoglobin buferi. Gemoglobin HB bilan belgilanadi. Bilasizlar, HB o'ziga vodorodni biriktirib oldi. HB mana nima bo'lgan? Vodorodni biriktirgan gemoglobin. Deoksigemoglobin kuchli bufer deyapti. Ya'ni kislorodi yo'q bo'lsa yoki kislorodi kam bo'ladigan bo'lsa, bu kuchli bufer hisoblanadi. Ya vodorodni o'ziga kuchliroq biriktirib oladi degani. Buni ahamiyati bor. Buni ahamiyatini buyrak fiziologiyasida yoki karbonat angidrid kislorod almashinuvi fiziologiyasida ham ko'rib chiqqansizlar. Hozir quyida ham asobiy ko'rib chiqamiz xudo xolasa. Bundan tashqari fosfatli buferlar bor. Yuqorida aytdik, HPO4 mana 2- holatdagisi yana vodorodni biriktirish qobiliyatiga ega bo'lgan, lekin mana bu anion holatga o'tib qoldi. Endi anion holatga o'tib qolgandan keyin agar yana vodorodni biriktirishi mumkin-ku deb yuqorida aytdik. Vodorodni biriktirish olishi mumkin, lekin bu mana bu asosiy muhitda, ya'ni organizmga nisbatan olmaymiz buni. Asosiy muhitda bu organizmga nisbatan mana bu HPO4 2-2 versiyasida HPO4 o'zini nazorat etamiz. Chunki agar H3PO4 bo'ladigan bo'lsa, bu beqaror emas, bu barqarorroq kislota hisoblanadi. Bu kislota holatga o'tib qoladi. Qon tomirimiz ichida kislota bo'lmasligi kerak. Shuning uchun bu kislota emas, mana bu holatda asosiy holat bo'ladi. Endi bu asosiy joyi buyrak naychalari hamda hujayraning ichki muhitida muhim ahamiyat kasb etadi. Buni buyrakni chiqarib yuborish funksiyalarida ko'rganda ko'ramiz. Protein buferi oqsil, ya'ni albumin asosiy bizda proteinlardan, kuchli proteinlardan albumin hisoblanadi yoki boshqa plazma oqsillar. Albumin ham o'ziga yoki boshqa plazma oqsillari ham o'ziga vodorodni biriktirib olish qobiliyatiga ega va biriktirib olganda protein bufer vazifasini bajarib beradi. Endi biz karbonat angidridni organizmga yoki organizmda karbonat angidridni ko'payib ketishi nimaga sabab bo'lishini bilib olishimiz kerak. Agar shuni bilib olmasak, keyingi mavzuning keyingi qismlariga tushunmay qolamiz. Karbonat angidrid organizmda ko'paysa, bu suv bilan reaksiyaga kirishib, karbonat angidraza ferment yordamida, gidrokarbonatga karbonat kislotaga, mana bu joyda ko'rib turibsiz, karbonat kislota va undan to'g'ridan-to'g'ri vodorod plus gidrokarbonat holatiga dissotsiatsiyalanib ketiladi. Reaksiyani hozir quyida boshqatdan yozaman. Mana yozib oldik. Karbonat angidrid suv bilan reaksiyaga kirishdi va karbonat angidraza yordamida karbonat kislotaga aylandi. Karbonat kislotani endi dissotsiatsiya qilib vodorod va gidrokarbonat anionlarni olamiz organizmda. Endi bu yerda savol tug'iladi. Mana bu joyda ikkita strelka, bu yerda bitta strelka. Strelkaning ahamiyati, agar ikkala tarafga strelka bo'lsa, reaksiya o'ngga ham chapga ham ketishi mumkin degani. Faqatgina biz o'ngga yoki chapga siljitadigan maxsus ferment yoki omillar ta'sir qildiramiz. Organizm karbonat angidraza yordamida
karbonat angidrid va suvni reaksiyaga kirishtira oladi. Tashqi muhitda siz suv yoki karbonat angidrid reaksiyaga kirishini ko'rmaysiz va karbonat kislota hosil bo'lishini ko'rmaysiz. Agar bunaqa imkoniyat bo'lganda, suvga shunchaki puflaganimizda karbonat kislota paydo bo'lib qolardi. Bizda asosiy ferment yo'q, karbonat angidrazi degan ferment yo'q. Shuning uchun unday reaksiya ketmaydi. Mana bu joyda karbonat kislota vodorod va vodorod kationi va gidrokarbonat anionlarga parchalanadi. Mana shu joyda vodorod miqdorini hisobga olamiz. Vodorod mana bu karbonat angidrid qancha ko'p hosil bo'lsa, shuncha ko'p hosil bo'ladi degani. Ya'ni organizmda qancha ko'p karbonat angidrid hosil bo'ldi, vodorod shuncha ko'p hosil bo'ladi degani. Va vodorod qancha ko'payishi shuncha pH ni tushiradi degani va bu qancha pH tushsa, kislotali muhit ortadi degani. Kislotali muhit. Savol tug'iladi. Nimaga 1 mol karbonat angidrid 1 mol suv bilan reaksiyaga kirishib 1 moldan vodorod va gidrokarbonat hosil qilyapti. Lekin bu yerda biz mana buni ishqoriy muhitni belgilaydi yoki bufer bo'lardi degan joyiga qaramayapmiz. Teskari reaksiyani qarayapmiz. Bu yerdagi teskari reaksiyani qarayapmiz, lekin o'ngga ketgan reaksiyani qaramayapmiz. Bu yerda muhim fakt bor. Ko'pchilik shu yerda chalib qolishi mumkin. 1 molga 1 mol hosil bo'lsa, ikkalasi bir-birini neytrallab qo'ymaydimi degan savol tug'iladi. Yo'q, neytrallab qo'ymaydi. Mana bu 1 mol vodorod bu 1 mol sifatida mana bu gidrokarbonat bilan reaksiyaga kirishadi deb qaramaymiz. Buni nimaga bunday qaramasligimiz, biz mol hisobda emas, mana bu joydagi bu reaksiya kislota ishqor muvozanati reaksiyasi yordamida bu narsani belgilaymiz. Siz 1 mol yuqoridagi reaksiyani ko'chirib, bu reaksiyaga ko'ra karbonat angidrid, suv, vodorod va gidrokarbonat hosil bo'lyapti. Hammasi 1 moldan qaraymiz. 1 hosil bo'lyapti. Lekin bu jarayon reaksiya chapdan o'ngga ketganligi sababli mana bular alohida reaksiya mahsulotlari sifatida qaraladi va bu alohida reaksiya mahsulotlari alohida tizim emas. Bu birdaniga mana bilan reaksiyaga kirishib keta olmaydi. Bu asosiy birinchi sababi. Ikkinchi asosiy sababi mana bu vodorodni ortib ketishini biz pH ni tushirib yuboradi dedik, ya'ni kislotali muhitni orttirib yuboradi. Mana bu gidrokarbonatga nisbatan deb oldik. Ya'ni hammasi bir hosil bo'lgan taqdirda ham mana bu vodorod kislotali muhitni oshirib yuboradi. Kislotali muhitni oshirib yuboradi deb aytamiz. Nimaga deganda asosiy bu yerdagi organizmdagi pH ni o'lchov birligi shunchaki reaksiyalarning birga bir chiqishi yoki umumiy organizmdagi vodorodlar soni va gidrokarbonatlar soniga qaratilmagan. Bunda asosiy narsa mana bu reaksiya tenglamaga qaratilgan, to'g'riroq. Bu 6/1 plus logaritm ostida gidrokarbonatning umumiy miqdori va pastda 0,0 ga ko'paygan karbonat angidridning parsial bosimi. Bu yerda umumiy karbonat angidrid, gidrokarbonat va 6/1 va logaritm asosiy rol o'ynayapti va buni olimlar shu formula yordamida pH ni aniqlashgan. Bu degani sizda 1/1 mana bunaqa reaksiya orqali hosil bo'lgani bilan bu narsa mana bu reaksiya asosida pH ni hisoblanadi degani. Shuning uchun miyangizda 100 ta vodorod bo'lsa, 100 ta gidrokarbonat bo'lsa, bu bir-birini neytrallab qo'yadi degani emas. Demak, mana bu reaksiya chapdan o'ngga ketadigan bo'lsa, vodorod 1 molga 1 mol gidrokarbonat bilan 1/1 chiqadigan bo'lsa ham kislotali muhit ortib ketadi deb qarang. Shuning uchun organizmda, esingizda qolsin, to'qimada karbonat angidrid qancha ko'p bo'lsa, shuncha vodorod miqdori ko'p bo'ladi degani. Endi bu yerda vodorod kislotali muhitni beryapti. Biz gemoglobinni kuchli bufer deb atadik. Nega eng kuchli bufer gemoglobin? Chunki gemoglobinda gistidin mavjud. Gistidin vodorodni oson biriktiradi. Va chiqarib yuborish ham mumkin. Oson biriktiradi va oson chiqarib yuboradi. Shu joy muhim. Qancha oson biriktirsa, shuncha oson chiqarib yuborish ham mumkin. Esda qolsin. Va eritrotsitda asosiy kattagina bufer havzasi mavjud. Ya'ni eritrotsit katta bufer havzasi, chunki uning ichida ko'plab gemoglobin mavjud bo'ladi. Endi organizmda vodorodning ko'payishi yuqorida aytdik, karbonat angidridning ko'payishi bilan bog'liq dedik. Ya'ni organizmda bitta hujayrada karbonat angidrid qancha ko'p bo'lsa,
shuncha vodorod ko'p bo'ladi degani. Misol uchun karbonat angidrid bitta hujayrada qayerdan kelib qoldi. Masalan, mana shu hujayra bo'ladigan bo'lsa, biz bilamiz, kislorod hujayraga kiradi, karbonat angidrid hujayradan chiqadi. Ba'zida savol beraman talabalarga, organizm kislorodni nima maqsadda ishlatadi? Biz nega nafas olamiz degan savol tug'iladi. Shu joyda javob ketadi. Biz nimaga nafas olamiz deganda, biz asosiy kislorodni tashqaridan iste'mol qilishimizning asosiy sabablaridan bittasi bu himoya reaksiyasi. Misol uchun, bizda neytrofillar yoki makrofaglar degan sistema mavjud. Bu himoya sistemasi. Buni yallig'lanish mavzusida patologiya darslarida gapirishib o'tganmiz va ular o'zida kislorodni ishlatadi. Superoksid yoki vodorod peroksid hosil qilishda kislorod ishlatadi va tashqaridan tushgan bakteriya yot moddalarga nisbatan kislorodni qurol sifatida foydalanadi. Ikkinchi asosiy vazifasi ATF sintezi. Misol uchun, yog'larni beta oksidlanishi. Nomidan qarang. Oksidlanish, oksid so'zida uje kislorod kelyapti, demak, kislorodni organizm ATF sintezi uchun ishlatadi yoki siz glyukozadan kislorod yordamida 36-38 ta ATF hosil qilib turib, aytgandek, ATF hosil qilamiz va plus bu joyda ATF dan tashqari karbonat angidrid va suvga parchalanardi. Har qanday organik moddani yoqsak, ya'ni kislorod yordamida yoqsak, karbonat angidrid va suvga aylanadi deb o'rganganmiz kimyo darslarida. Demak, bu joyda mana bu glyukoza nima yoki yog' nima oxirgacha yoqadigan yoki o'zbekcha qilib aytadigan bo'lsa, oksidlaydigan bo'lsak, oxirgi mahsulot karbonat angidrid va suv bo'lar ekan. Bizda mana bu suvni organizm diurez sifatida yoki terlash yoki boshqa yo'llar bilan chiqarib yuborishi mumkin yoki qonda yursa suvni u darajada ahamiyati katta emas. Lekin mana bu karbonat angidrid eng muhim yomon ta'sir qiladigan moddalardan bittasi hisoblanadi. Nimaga yomon ta'sir qilyapti deydigan bo'lsak, yuqorida aytdik, karbonat angidrid qancha ko'p bo'lsa, bu vodorodni shuncha ko'p degani. Vodorod shuncha ko'p bo'lsa, pH shuncha past degani, pH past degani kislotali muhit ortyapti degani. Kislotali muhit. Demak, bu yerda vodorod qancha ko'p bo'lsa, karbonat angidrid shuncha ko'pligidan dalolat beradi va gemoglobin kislorodni kamroq ushlab turadi degani. Gemoglobin kislorodni mana bu joyda ko'rib tursiz, kislorodni ushlab turibdi va vodorod bilan kislorodni o'rnini almashtirsa, vodorod o'zini gemoglobin o'ziga vodorodni biriktirib oladi va kislorodni chiqarib yuboradi. Bor effekt sifatida qaraladi va bor effektini oksigemoglobin dissotsiatsiya egri chizig'ini o'tganda ko'ramiz. Uni keyinchalik o'tamiz. To'qimalarda karbonat angidrid qancha yuqori bo'lsa, yuqorida aytdik, vodorod shuncha yuqori bo'ladi degani. Natijada gemoglobin vodorodni bog'laydi va kislorodni chiqaradi. Bu narsa muhim, chunki to'qimada bizda gemoglobin o'pkadan, mana eritrotsit o'pkadan kislorodni olib keldi to'qimaga olib kelgandan keyin, mana bu o'pka deb qaraydigan bo'lsak, mana bu to'qimaga kislorodni olib kelgandan keyin endi kislorodni to'qimaga berish kerak. Shu joyda gemoglobin rol o'ynaydi. Ya'ni to'qimada karbonat angidrid ko'p, vodorod ko'p. Mana bu gemoglobin vodorodni o'ziga tortadi va kislorodni chiqarib yuboradi. Shu joyda to'qima o'ziga kislorodni qabul qilib oladi. Natijada vodorodni o'ziga biriktirib oladi. Vodorodni o'ziga biriktirib olishini quyida alohida ko'rib chiqamiz. Mana bu joy, mana bu to'qima, karbonat angidrid ko'p degani, yuqorida aytdik, vodorod ko'p degani. Shu joyda karbonat angidridni qabul qildi va ikkita jarayon kechyapti. Karbonat angidrid gemoglobin, kislorodli gemoglobin va bu joyda gemoglobin karbonat angidridni biriktirib olyapti deyapti, kislorod chiqarib yuboryapti. Natijada kislorod plazmaga chiqyapti va mana bu joydan diffuz yo'li bilan to'qimaga qabul qilinib olaveradi. Mana bu chiziqda esa karbon angidraza degan ferment yuqorida aytdik. Karbonat angidridni qabul qilib olgan eritrotsit o'zida mana bu suv bilan reaksiyaga kirishtiryapti. Suv bilan reaksiyaga kirishtirganda gidrokarbonatni hosil qilyapti. Gidrokarbonat plus vodorod. Mana bu vodorod endi gemoglobinga birikadi. Gemoglobinga vodorod birikkandan keyin kislorod yuqoridagi mana bu kislorod endi bunga ortiqchalik qilib qoladi va kislorodni tashqariga chiqarib yuboradi.
Buni o'pkada kislorod va karbonat angidrid almashinuvi mavzusida batafsilroq o'tilgan. Endi bu joyda qarang. O'pkada kislorod qancha ko'p bo'lsa, vodorod shuncha kam bo'ladi degani. Ya'ni o'sha joyda kislotali muhit pastroq, ya'ni ishqoriy muhit yuqoriroq degani. Endi gemoglobin o'sha joyda qancha ko'p bo'lsa, o'shani biriktiradi. Mana bu yuqorida vodorod ko'pida vodorodni biriktirdi. Endi quyida o'pkada kislorod ko'p, kislorodni biriktiradi. Demak, shu narsani bilib oling. Gemoglobin qayerda vodorod yoki kislorodga qarab turib o'shalasini biriktirib oladi. Kislorod o'pkada ko'p bo'lgani uchun kislorodni o'ziga bog'lab oldi. Natijada vodorod chiqib ketdi. Alohida bo'ldi. Vodorod karbonat angidridga aylanib va tashqariga chiqariladi nafas jarayonida deb aytilyapti. Endi karbonat angidridga vodorod aylanmaydi. Mana bu reaksiyani teskarisiga qaytarsak, karbonat angidrid hosil bo'ladi degani. Ya'ni buni o'pkada ham o'tganmiz. Gidrokarbonat tashqaridan kiradi. Tashqaridan kirganda gemoglobin vodorodini chiqarib yuboradi. Vodorodni chiqarib yuborgan gemoglobin gidrokarbonat bilan reaksiyaga kirishadi va suv va karbonat angidridga hosil bo'ladi. Karbonat angidrid esa o'pkadan tashqariga shunchaki chiqarib yuboriladi diffuz yo'l orqali. Endi kislota ishqor muvozanatini hisoblaymiz. Kislota ishqor muvozanatini hisoblaganda asosiy biz fokusni pH ga qaratyapmiz. pH bu yerda 7.35 va 7.45 ni hosil qiladigan diapazonni olib turish kerak bo'ladi. pH o'zi nima degan savol tug'iladi. pH o'zi mana qonni pH ko'rsatkichi vodorod ionlarining umumiy miqdorini emas, balki ularning erkin biologik faol fraksiyasini ifodalaydi. Shu sababli Bufer tizimlar tomonidan bog'langan vodorod ionlari mavjud bo'lgan holatlarda ham pH darajasi normal chegarada saqlanib qolishi mumkin. Nima degani bu joyda? Misol uchun organizmda faraz qilaylik, 100 ta qonda deylik, misol uchun qonda 100 ta vodorod turibdi, erkin holatda. Shu erkin holatda 100 ta vodorod turuvdi. Endi bizda bu yerda HB gemoglobin bor. Gemoglobin keldi. Kislotalik oshib ketishini oldini olish maqsadida bu gemoglobin 30 ta vodorodni o'ziga biriktirib oldi. Bu tarafdan oqsil keldi. Oqsilda keldi. Mana bu vodorodni 5 tasini biriktirib oldi. Natijada 35 ta vodorodni biriktirib olganidan keyin bu ikkalasi organizmda bu yerda hozir 65 ta vodorod erkin holatda qoldi. Natijada pH yuqorida aytganimizdek normal 7.35 7.45 oralig'iga kelib qolsa, mana bu ikkita bufer bu jarayonni moslashtirib berdi. Ya'ni buferlar himoya qilyapti kislotalikning oshib ketishini, vodorod ko'payib ketishini himoya qilyapti. Lekin vodorod baribir saqlanib qolyapti. Kimga birikkan? Gemoglobinga va oqsilga birikkan holatda saqlanib qolyapti. Endi shu birikkan holatda bo'lsa, buni pH sifatida qaramayapmiz. Bu biologik faol fraksiyasini ifodalayapti pH. Biz mana bularni hisoblamayapmiz. Shuning uchun pH bu yerda 7.35 7.45 mana bu joydagi oralig'ida saqlanib turgani uchun mana bu gemoglobinga yoki oqsilga birikkan pH ni biz hisobga olmayapmiz. Natijada umumiy vodorod emas, erkin bog'lanmagan vodorodni ko'rsatib beryapti pH. pH logaritmik ko'rsatkich bo'lganligi sababli u narsani biz mana shu formula yordamida hisoblab olishimiz mumkin bo'ladi. pH miqdorini pasayishi, ya'ni pH ni kichkina son bo'lishi, misol uchun 7.35 emas, 7.20 yoki umumiy miqdorda bu qonga nisbatan olinyapti. Tashqaridagi boshqa eritmaga nisbatan boshqa ko'rsatkich qaraladi. Shuning uchun siz tashqaridagi muhit yoki boshqa joydagi muhitga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Qondagi pH alohida diapazoni bor. Mana shu normal holatdagi diapazon sifatida qaraymiz. Endi agar biz 6.5 holatda misol uchun ko'radigan bo'lsak, pH qonga nisbatan oladigan bo'lsak yoki 7.20 7.10 holatda ko'radigan bo'lsak, bu pH kislotali muhit degani. Ya'ni pH ni kamayishi organizmda atsidoz, inglizchadan olingan acid, ya'ni kislota ma'nosini anglatadi. Bu kislotali muhitni ortishi, organizm kislotali degani. pH ni ortishi esa alkaloz, inglizchada alkali degani, bu ishqor degani. Ishqoriy muhitni ortishi degani. Misol uchun 7.10 keyslarda ham kelib qoladi, pH ni berib qo'yadi, 7.20 qilib qo'yadi yoki misol uchun 7.6 yoki 65 qilib qo'yadigan bo'lsa, demak mana bu 65 7.45 dan ancha yuqori. Bu ishqoriy muhit, ya'ni alkaloz, organizmda alkaloz ketyapti. Mana bu 7.10 bo'ladigan yo 7.0 bo'ladigan bo'lsa, demak bu mana bu 7.35 dan kichkina. Bu atsidoz holati ketyapti. Demak, bilib olishimiz kerak ekan. Atsidoz deganda biz organizmda qonda yoki umumiy muhitda
Atsidoz deganimiz kislatali muhit degani ekan. Qonimizda atsidoz bo'lishi odatda biz ikki xil holatda aytamiz. Metabolik atsidoz yoki respirator atsidoz sifatida qaraymiz. Bu organizmdagi umumiy atsidozni bildiradi. Yoki ishqoriy muhit oshib ketadigan bo'lsa, pH ko'tarilishi bilan bo'ladigan, biz metabolik alkaloz yoki respirator alkaloz sifatida qaraymiz. Ularga oid alohida mavzular bor, ularni alohida keyinroq ko'rib chiqamiz. Demak, alkaloz degani biz ishqoriy muhitning ortishi, atsidoz deganda esa kislotali muhitning ortishini nazorat tutamiz. Lekin shu joyda ikkalasida ham ortish so'zi kelyapti. Siz mana bunga adashtirib qo'ymang. Ya'ni pH ni tushishi kislotalilikning ortishini bildiradi. pH ni ortishi ishqoriylikning ortishini bildiradi. Shu joy uchun ko'pchilik talabalar ajratishda qiynaladi. Shu joyni e'tibor berib o'qib qo'yasiz. Endi bu yerda umumiy kislota ishqor muvozanati nima deganda, kislota ishqor muvozanati organizmda vodorod ionlari konsentratsiyasi tor diapazonda, mana erkin vodorod konsentratsiyasi tor diapazonda 735-745 ta saqlab turuvchi bufer tizimlari va o'pka va buyrak faoliyati bilan ta'minlanadigan murakkab fiziologik regulyator tizim hisoblanadi. Ya'ni kislota ishqor muvozanati bu umumiy bitta tizim. Bu tizim pH ni 735-745 ta saqlab turishga qaratilgan umumiy mexanizmlar asosida ishlaydigan sistema hisoblanadi. Endi demak, umumiy tushunib oldik pH o'zi nimaligini. pH demak faqat erkin vodorodlarni ko'rsatuvchi umumiy sistemaning bir bo'lagi ekan. Ya'ni kislotalilik oshib ketishi yoki ishqoriylikni ko'rsatib beruvchi maxsus ko'rsatkich 735-745 ga ega bo'lgan ko'rsatkich va bu ko'rsatkich erkin vodorodlarni ko'rsatuvchi tizim ekan. Bu ortib ketsa ishqoriylik, kamayib ketsa esa kislotalilik ortib ketdi degani ekan. Kislota ishqor muvozanati qanday o'lchanishi mumkin va nimalarga tayanadi deganda, kislota ishqor muvozanati asosan pH ga qaraladi. Eng asosiy qaraladigan sistema pH va karbonat angidridni gaz holatdagi parsial bosimi, gidrokarbonatning umumiy miqdori va kislorod bizda eng muhim omillardan hisoblanadi. Mana shu 4 ta parametr kislota ishqor balansini baholashning asosiy qismi hisoblanadi. Endi pH bizda yuqorida aytdik 735-745 orasidagi ko'rsatkich sifatida qaraymiz. Karbonat angidridni qonda erigan parsial bosimi 35-45 holatda bo'lishi kerak millimetr smob ustunda va gidrokarbonat umumiy miqdori 22-26 millimol litrda ko'rsatilishi kerak bo'ladi. Bularni asosiy miqdori juda muhim va biz klinik keyslarni ko'rganimizda yoki ishqoriy respirator alkaloz atsidoz, metabolik alkaloz atsidozga o'tib ketishini nazorat qilishimizda mana shu ko'rsatkichlar juda muhim hisoblanadi va mana shu ko'rsatkichlarni hisobga olgan holatda organizmda respirator yoki metabolik alkaloz atsidozni baholashimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun karbonat angidrid miqdorini keyslarda, klinik keyslarda ko'rsatib qo'yadi, o'z-o'zidan jadval qilib sizga tayyor beradida, bemordagi holatni aniqlaydigan holatda beradi. Misol uchun karbonat angidridni parsial bosimi 40 deb qo'yadi. Siz 40 ni normal sifatda qarashingiz kerak bo'ladi. Yoki mana bu pH ni berib qo'yadigan bo'lsa, yuqorida aytdik, oshib ketsa ishqoriy deb berasiz, kamayib ketgani kislotali muhit deb berasiz. Demak, pH kamayib ketdi degani u joyda karbonat angidrid ko'p degani. Yoki gidrokarbonat miqdorini oladigan bo'lsa, 20 dan kamayib ketdi degani, bu demak kislotali muhit yuqori degani, chunki gidrokarbonat ishqoriylikni ta'minlab turadigan bufer. Endi bundan 30 yoki 40 millimol litr ko'rsatadigan bo'lsa, demak bizda gidrokarbonat miqdori oshib ketgan va ishqoriy muhit kuchayib ketganligidan dalolat beradi. Darsimizning birinchi qismi mana shundan iborat edi. Ya'ni kislota ishqor muvozanati qanday o'lchanadi, pH nima, bufer sistema nimaligidan bilishdan iborat edi. Bugungi mavzuni o'zlashtirishda barchangizga omad tilaymiz. Esingizda qolsin, videoni bir marta ko'rish yoki kitobni bir marta o'qib qo'yish odamda ilm hosil bo'lishi uchun oddiy bir yo'nalish hisoblanadi xolos. Siz bir necha marta video ko'rish yoki bir necha marta kitob o'qish yordamida ilmni o'zingizga yuqtirishingiz mumkin bo'ladi. Salomat bo'linglar.